Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Bugungi video roligimizda biz Discon 3 va Discon 1 tahlil qilamiz. Barchalarga salom, Discon 3 va Discon 1lar. Bugungi videoda biz prosta tort pishirish retseptini o'rganamiz. Shuning uchun like bosib chiqib ketaveringlar. Xayr. Videoda juda ham aktiv bo'lsizlar, ya'ni shortlarga 4 ta like beribsizlar. 2000 nechta ham kishi beribdi. Shuning uchun sizlarga kattakon spasiba deb qolaman. Keyin biz bu videoda nima qilamiz? Bohir chekning videosini tahlil qilamiz. U rost gapirdimi, yolg'onmi? Shuni tekshirib chiqishga harakat qilamiz. Unda ketdik. Birinchi bo'lib YouTube'ga kirib olamiz. Mana YouTube'ga kirdik. Hop, bu videosi emas. Hop. Mana shu videosi. Hop, bir jicha balandlashtiramiz. Qani ko'ramiz. O'qitishim kerak edi, lekin bu horror video emas-ku. Xullas, megajonlar, bugungi videoroligimizda Minecraftdagi Discon 1 va Discon 3 haqida gaplashamiz. Minecraft juda ham ajoyib o'yin, ammo uning ba'zi sirlari biroz odamni dilini xira qiladi. Xira qilish ham gapmi, shuvab tashlaydi biladi. Bugun sizlar bilan gaplashiladigan disklarimiz hech qanaqasiga oddiy disk emas. Ularning ichida qandaydir bir sirlar mavjud. Nafas olish, yurish, yiqilish, qo'rqinchli tovushlar. O'zing bularni o'zi nimaga qo'shgan? Bilmaganlar uchun Minecraftda hozirda 15 ta disk mavjud, lekin ularning orasida eng sirlilari 11 va 13 raqamli disklar hisoblanadi. Ularni musiqa emas, balki hikoya desamchi. Oddiy ham emas, vahimali va jumboqli hikoya. Bu disklar C418, ya'ni Daniel Rosenfeld tomonidan yaratilgan. Lekin nega Mojang bularni qo'shgan? Kelinglar avval Discon 1 ni tahlil qilib olsak. Biz Discon 1 da musiqa emas, balki audio tasvirni eshitamiz. Video boshida sizlarga qo'yib bergan qisqacha animatsion film ham Discon 1 ning animatsion filmi hisoblanadi. Biz unda nimadandir toliqib qochayotgan inson va uning yo'talgan horg'in tovushini eshitamiz. Esingizga solish uchun hozir sizlarga ovozni qaytadan qo'yib beraman. Adashib ketdim. Sizlarga animatsion videoni qo'yib berganim sababi ovozini tushunmay qolgan joylarga videodan ko'rib tushunib olishingiz mumkin. Bu esa u videoning bir qismi xolos. Davomini esa Telegram kanalidan topishingiz mumkin. Telegram kanal silkasi kommentariyada bo'ladi. Kimda-kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, negerning optog'ari deyalan qo'shib. Endigi navbatda Discon 3 ning tahliliga beramiz. Bu ham Discon 3 ning boshlang'ich qismidan parcha, to'liq qismini esa Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Bu disk ham musiqadan yiroq. Adashmadim, yiroq. To'g'ri, boshlang'ishda ohangli musiqa bor, ammo davomi sirli va shubhali tovushlardan iborat. Discon 3 sarguzasht ohangida boshlanadi va sizlar ham bilsanglar kerak, ba'zi irim-sirimchi odamlar 13 raqamni baxtsizlik belgisi sifatida ko'radi. Bu bila qanaqa aql bilan bu? Herobrine kashf etgan odam kabi to'qimachi o'yinchilarning nazarida Discon 3 tovushlari minoralar, qabrlar va end bilan bog'liqlik taraf mavjud emish. Audio Frankslar analiz paytida 13-diskda portal effektlarini aniqlagan. Oldingi videolarda ham ba'zi bir juda muhim ma'lumotlarni topa olmaganman. Ya'ni Mojang hech qachon sir sanoatlarini to'liqligicha Minecraft auditoriyasiga ochiqlab bermagan. Shu qatori C418 ham sekretni odam bo'lgan. Intervyularda tepadagi disklar haqida shunchaki o'yinchilarning hissiyotlarini qondirish, uyg'otish uchun deb aytib ketgan. Lekin bular baribir men sirlarni bilishga undayapti. Xuddiki bular nimanidir eslatayotgandek. Do'stlar, agarda keyingi videoroligimiz Minecraftdagi creepypasta, ya'ni horror, mana bu videodagi bo'lishini xohlasanglar, bu videoga 200 ta like. Videoda ko'rib oldik. Demak, foydalanuvchimizni ko'rib olamiz va mana shu Discon 3 bilan 11 da tekshirib ko'ramiz. Rostdan shunaqamikin? Demak, birinchi bo'lib ovozda to'g'rigacha balandlantirib olamiz va
Boshqa kanalga trotuarda oxirga qo'ydim. Va demak menimcha qo'shiq tugadi. Demak tushirib olsam bo'ladi. Endi 13 tahrirlaymiz. Bosh o'xshayapti. Okey. Mana ko'rinishida shunasi qorong'i joylarga qo'yganda shunaqa ovozlar eshitiladi. Ashula o'xshatdim. Sizlar taxminiylarni bilmayman. Короче, obunachilar bu videoni ham ko'rib oldik. Birovni videosini ham ko'rdik. Shuning uchun shu videom uchun 10 ta like yig'ib bermasanglar boshqa video olmayman. 10 ta yetadi. Juda ko'p emas, 100 ta ham emas. Unda video yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmasa ham like bosinglar. Xullas, xayr obunachilar.